28 bab. İsraillar içidin Akan Harun ve onun oğulları Nadab, Abihu, Eli Azar ve İtamarlarni maňa ruhanilik kılış üçün tayinligin. Akan Harun'un salapeti ve hürmeti üçün onunğa mukaddes ruhanilik kiyimi tayarligin. Harun'un maňa ruhanilik kılışga acizlishi üçün men iqtidarlık kılgan barlık ustalarni onun kiyimlerini dikişke buyruğun. Ula kökreklik, efot, perice, keşlengen tonç köynek, selle ve kemerlerini dikip tahkısun. Ula bu mukaddes kiyim keçeklerini Akan Harun ve onun maňa ruhanilik kılıdığan oğulları üçün tayarlısın. Ustalar bularni zər yiyip, kök, sösün, tok kızıl renglik yun yiyip ve kendir yiyip katarıklar bilen tiksun. Efot, zər yiyip, kök, sösün, tok kızıl renglik yun yiyip ve kendir yiptin tokulgan rəxtin kolu çever ustalar tarafıdan tikilsin. Efotның 2 dane müret tasması bolsun. Onun aldı ve kayni kısmı bu 2 tasma arqılıq tutaştırılsın. Onundan başqa kemer tayarlansın. Kemer, zər yiyip, kök, sösün, tok kızıl renglik yun yiyip ve kendir yiptin tokulgan rəxtin ustılıq bilen tikilsin. 2 dane yolluq heqiq tepip gelinip, onun üstüge İsrail'nin 12 kabilesinin isimleri oyulsun. Ularning isimleri tug'ilish tertibi boyunca her bir taşqa 6'dan oyulsun. İsimlar ustalar tertibidan möhürge oyulgan naqshlardek oyulup, 2 dane oltin közlükke koyulsun. Ondan ular efotning 2 dane müre tasmasıga qadilib, İsraillarning xotiri teşi kılınsın. Harun ularning isimlerini mürisiga mana moşundaq elip, men Perverdigarning aldıda xotiri qılsın. Yana sap altından işilgen şoynidek 2 tal altın zencir sokulsun. Bu zencirler yeqiq koyulgan közlükke ulansın. Xudoning irodasini bilish uchun kiyildigan ko'krakli qo'li chevar ustalar tarafidan tikilsin. Tikilish usuli efot bilan o'xshash bo'lib, zar yeb, kök, sösün, tok qizil ranglik yun yeb va kandir yeb bilan tikilsin. Ko'kraklikning uzunluği va kengligi o'xshashla 22 santimetrdan qilinib, 4 çasa hem 2 qat, yani yançuqluq qilib tikilsin. Üstüge 4 qur qimmatlik taş o'rnatilsin. Birinchi quruğa qizil yaqut, topaz ve zümrət o'rnatilsin. İkinci quruğa kök qaştaş, kök yaqut ve almas o'rnatilsin. Üçüncü quruğa sösün yaqut, yeqiq ve sösün kvarts o'rnatilsin. Dördüncü quruğa rangsiz yaqut, yolluq yeqiq ve yeşil qaştaş o'rnatilsin. Bularning hammasi oltin közlükke elinib, ko'kraklikka qadalsın. İsraillarning 12 qabilasiga vakillik qildigan bu 12 qimmatlik taşqa 12 qabilening ismi xuddi möhürge oyulgan naqshlardek birden oyulsun. Ko'kraklikni efotga bekitish uchun sap oltindan ishilgan shoynidek 2 tal zanjir soqulsun. Ko'kraklikning üstü tarafidagi 2 bujugining har biriga birden oltin halqa bekitilsin. Zanjirlar ayrım halda oltin halqadan ötküzülüp, efot tasmasının altı tarafidagi
ikki oltin ko'zlikka ulansın. Ko'kraklikning töven tarafidagi ikki bujakning ifotga tegib turadigan ichki yuziga ikki dona oltin halqa bekitilsin. Shundaqla yana ifotning bel qismiga, ya'ni kamarning yuqorisiga ikki dona oltin halqa bekitilsin. Bir tal ko'k yip orqali ko'kraklikdagi halqalar bilan ifotdagi halqalar o'z ara ulansın. Moşundaq bo'lganda ko'kraklik planlab ketmay, ifotga choplashib turadi. Shundaq qilib, Harun ibodat chediridagi muqaddas joyga kirganda, İsraillarning har qaysi qabilalarining ismi o'yilgan ko'kraklikni Xudoning oldida xotira sifatida har doim maydisiga esvasin. Buningdan sirt yana Urim va Tummimlarni ko'kraklikning ichiga silib, Parvardigorning oldida xotira sifatida maydisiga esvasin. Moshundaq qilganda Harun chedirdagi muqaddas joyga kirganda har doim İsraillarga qartilgan Xudoning irodasini bildiradigan narsalarni maydisiga esvagan bo'ladi. Efotning ichiga kiyildigan pariji tikilsin. Parijining rangi butunlay ko'k bo'lsin. Parijiga o'ymi yoqqa ichib, yirtilib ketmasligi uchun yoqining cho'rsiga pavos tutilsin. Parijining oyoq peshining cho'rsiga ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yung raqtin anarning nusxasi kastillanib, har ikki anarning o'ttirsiga birdan sap oltindan yasalgan kichik qo'ng'iroq esilsin. Harun ruhoniylik vazifasini o'tagan chog'da bu parijini kiyvasin. Moshundaq bo'lganda u muqaddas joyga kirib chiqqanda men qo'ng'iroq ovozini anglayman-da, buning bilan uning jinini olmayman. Sap oltindan bir qadoq yasalsin. Uning ustiga Parvardigorga ataldi degan xatlar muhrga o'yilgandek o'yilsin. Qadoq bir tal ko'k ranglik yip bilan salining oldiga taqab qo'yilsin. Harun bu oltin qadoqni peshonasiga doim taqib elish orqali ko'pchilikning qurbonlik qilish bilan o'zlarini gunohkor hisoblaganligidagi umumiy mas'uliyatni o'z ustiga olganligini bildirsin. Bu oltin qadoq Harunning peshonasida doim bo'lsin. Moshundaq bo'lganda ko'pchilik Xudo tarafidan qabul qilinadi. Harun uchun kandir yipdan to'nch ko'ynak va salla to'qilsin. Ham kamar kaslansin. Uning o'g'illari uchunmi shundaq qilinsin. Shundaq bo'lganda ular salopatlik ko'rinib, boshqalarning hurmatiga erishidi. Harun va uning o'g'illari ruhoniylik kiyimlarini kiygandan keyin sen ularning beshiga muqaddas yog' surka va ruhoniylik vazifasiga tayinla. Ularni menga ruhoniylik qilish uchun ajrat. Buningdan boshqa kandir yipdan ular uchun tambal tiktirilsin. Tambal beldan tizg'ich keladigan qilib tikilib, ostinqi badanni yepib tutsin. Harun va uning o'g'illari Parvardigor bilan uchrashish chedirga kirib chiqqanda yoki uning ichidagi muqaddas joyda vazifasini o'tash uchun qurbonlik supasiga yaqinlashganda gunoh o'tkazib o'limga burilmasligi uchun tambal kiyvasin. Mana bu Harun va uning avlodlari mangu bo'ysundigan nizam bo'lsin.